Assalomu alaykum, hurmatli klientlar, yaxshimisizlar, qanaqasizlar? Mana xudo xolasa yana bitta obyektimizni bitirdik. Akfa Zolotoy alyuminiydan bo'lgan. Ikkita ikki qanotli eshigi bor, bittadan, bittasi manetdan. Hammasi Evrostilda bo'lgan mana. 22 metrli terasga bir qavat oynaga yodvi oyna. Narxi 20 millionga tushdi. Patagoniyalar bilan qilib berilgan. Patagoniya tushadigan joylarga Yaponiya patagoniyalar qo'yib berilgan. Ishidligirobchalari ham xudo xolasa ishi zo'r chiqdi. 100% Akfadan aksesuar hamma yo'q, ruchka zamoylarigacha. Ichkari taraflari har bitta ko'zga bittadan qanot qo'yilgan. Mana Patagoniyalari, Patagoniya. Почти ikkita Patagoniya bilan bitta. Atigi stiv qo'yildi. Stivni ham vashi moshni qilib chiqaryapmiz. Bu taraflarga Patagoniya qo'yib bo'lmadi, bez Patagoniya bo'ldi. Tayland arka fonga qilib berilgan. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.